Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz AutoCAD grafik dasturiga bag'ishlanadi. Bunda biz AutoCADda 3 o'lchamli modellashtirish asoslari, 3 o'lchamli modellashtirish ish fazosining tuzilishi, 3D obyektlarni yaratish va tahrirlash usullari, geometrik shakllarni yaratish, modifikatsiya qilish va parametrlarni boshqarish texnologiyasi mavzusi ustida bugun sizlar bilan dars mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Bunda quyidagi reja asosida biz darsimizni tashkil qilib olamiz. Birinchisi, AutoCAD dasturining imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar berish. Ikkinchisi, AutoCAD dasturining risovani buyruqlar paneli bilan tanishish. Uchinchisi, AutoCAD dasturining risovani buyruqlar paneli yordamida kvadrat, aylana, ko'p burchak, to'g'ri burchak va uchburchak shakllarini chizishni o'rganishni bugun siz bilan biz ko'rib chiqamiz. Bunda hurmatli talabalar, kuzatuvchilar, hozir quyida sizga taqdimotini qilayotgan oynamiz bu AutoCAD grafik dasturining ishchi oynasi hisoblanadi. Bunda e'tiboringizni o'sha bugungi aynan darsimizda to'xtalib o'tadigan jihatimiz, ya'ni buyruqlar paneli, bu risovani buyruqlar paneli hisoblanadi. Bunda asosan bizda o'sha to'g'ri chizig'imiz, aylana, ko'p burchak, to'g'ri to'rtburchak va uchburchak, umuman olganda geometrik shakllarni asosini chizishda bizga yordam beradigan va chizadigan buyruqlarning hammasi ushbu risovani buyruqlar panelida joylashgan. Bu buyruqlarsiz biz hech bir chizmani to'la to'kis yarata olmaymiz. Shuning uchun bu bizda eng kerakli buyruqlar paneli hisoblanadi. Endi qolgan buyruqlar panelida ham misol uchun har birida hali kelgusida ishlar bajarish jarayonimizda har biriga to'xtalib o'tamiz. Hozir esa biz bugungi darsimizda asosan o'sha risovani buyruqlar panelida joylashgan buyruqlar orqali chizishimiz mumkin bo'lgan eng sodda geometrik shakllarni chizishni siz bilan hozir quyidagi video darsimizda ko'rib bajaramiz. Sizga tavsiyamiz biz bilan ketma-ketlikda ushbu video darsda ko'rsatilgan o'sha chizishda qo'llanilgan algoritm, ya'ni ketma-ketlikni biz bilan birga bajarishingizni tavsiya qilamiz. Endi misol uchun AutoCAD grafik dasturini o'rnatish bo'yicha ham video dars chiqarsak bo'lar edi, lekin o'rnatish bo'yicha YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham, Telegramda ham juda ko'p videolar bor. Shuning uchun biz AutoCAD dasturini o'rnatishga to'xtalib o'tirmadik. To'g'ridan to'g'ri bu dastur bilan ishlashni sizga o'rgatishga qaror qildik. Hurmatli talabalar, tinglovchilar, ishimizni davom ettiramiz. Buning uchun to'g'ri chiziq buyrug'iga yana bir marta bosamiz. Siz bilan biz endi kvadrat shaklini chizishimiz kerak bo'lsa, ya'ni o'sha kvadrat shaklini chizishni o'rganamiz. Buning uchun o'sha to'g'ri chiziq buyrug'ini ustiga bir marta bosiladi va bizda mavjud va siz bilan biz chizib olgan 100 millimetrlik to'g'ri chizig'imizni istalgan o'ng yoki chap tugash nuqtasiga bir marta bosish orqali biz chizishni davom ettiramiz. Bunda e'tibor bersangiz bizga o'zi ko'rsatyapti tutashadigan joyini kantochka deb. Endi bundan pastga qarab davom etamiz. Mana qarasangiz yana chizig'imiz to'g'ri chiziq shaklda chizmayapti. Buni ikki xil uslubda biz to'g'rilab olish imkoniga egamiz. Ya'ni klaviaturadagi F8 yuqori qismidagi, klaviaturaning yuqori qismidagi F8 tugmasini bosish orqali va agar kimdadir standart emas, nostandart klaviatura ishlatayotgan bo'lsa, F8 tugmasi bo'lmagan taqdirda mana bu pastda ham bizda juda bir kerakli bo'lgan buyruqlar qatorimiz joylashgan. Ya'ni o'sha chizma chizishda bizga asqotadigan. Bulardan birinchisi mana misol uchun mana 90 graduslik buyruq bor. Buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, mana chizig'imiz har xil tomonga qarab o'zgartirib chizish imkoniga egamiz. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, chiziqni faqat perpendikulyar ravishda, ya'ni o'sha 90 gradus burchak ostida to'g'ri chizish holatiga o'tadi. Bunda endi ishimizni davom ettiramiz, hurmatli talabalar. Agar kim mabodo o'sha chizish jarayonida boyagi kantochkalarni ko'rsatmasa, chiziqni o'rta joyini ko'rsatmasa, mana bu yerda buyruqlar panelimizdan to'g'rilab olishi kerak bo'ladi. 3D obyektная привязка degan buyruq bor. Bunda mana shu buyruqlarni hammasini misol uchun yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana buni ustiga bosish orqali yoqamiz. Bunda chap tomonda esa ham mana misol uchun kantochka o'sha tutash joylarini ko'rsatish, o'rtasini ko'rsatish, sentrini ko'rsatish, nuqtasini har tomonlama bizga kerak bo'lgan buyruqlarni bizga yordam beradigan
funksiyalarni hammasi mana shu yerda jam va mana shu yerda yoqilgan bo'lishi kerak. Xo'p, undan keyin misol uchun mana bu bizda AvtoCAD ishchi oynamizning orqasida ko'rib turgan setkachalarimizni ham mana bu yerda setka buyrug'i orqali o'chirib qo'yish imkoniga ham egamiz. Misol kimga qanday qulay bo'lsa, xohlasa o'chirib ishlaydi, xohlasa setkani yoqib olib ishlaydi. Buni farqi yo'q. Hop, endi chizmamizni davom ettiramiz. To'g'ri chiziq buyrug'ini ustiga bosamiz. Bizda mavjud bo'lgan 100 millimetrli to'g'ri chizig'imizni tugash nuqtasiga borib bir marta bosib, pastga qarab tushiramiz. Kvadrat bo'lgandan keyin bilasiz, hamma tomonlari teng bo'lishi kerak. Yana 100 qiymat kirgizib enter tugmasini bosaman men. Enter tugmasini bosdim va qo'shimcha chizilib ketgan chiziqni o'chirib tashladim. O'chirib tashlash ham o'rgatib o'tib ketaman. Misol uchun o'chirmoqchi bo'lgan chizig'ingizni ustiga bir marta bosasiz. Klaviaturada delete degan tugma bor, strelkalarning tepasida. Delete degan tugmani bossangiz, ushbu chiziq o'chib ketadi. Va yana o'sha to'g'ri chiziq buyrug'iga bosib kelib, o'sha to'g'ri chizig'imizning tugash nuqtasidan bir marta bosib, pastga qarab tushamiz. 100 enter tugmasini bosamiz. Klaviaturadagi eska tugmasini bosmasak, biz shu buyruqda yana chizmalarni davom ettirish imkoniga egamiz, davom ettirib ketishga. Agar eska tugmasini bosadigan bo'lsak, buyruqni o'chirib qo'ygan bo'lamiz. Ya'ni buyruqdan foydalanishni to'xtatamiz. Yana mana to'g'ri chiziq buyrug'iga bosib kelishimizga to'g'ri keladi. Agar har bir buyruqni bajargandan keyin eskani bosaversak, u buyruqni bajarilish funksiyasi o'chiriladi va u buyruq unutib yuboriladi. Xo'p, mana yana to'g'ri chiziq buyrug'iga bosdik. Tugash nuqtaga bosdik, chap tomonga qarab yuramiz. 100 enter. Va mana eskani bosmaganligim bois mana to'g'ri chizig'im yana davom etyapti. Bu to'g'ri chizig'imni olib borib tepaga tutashtirib qo'yaman, tepadagi chizig'imiz tugash nuqtasiga. Mana hurmatli talabalar, tinglovchilar, kuzatuvchilar, bizga dasta va geometrik shakllardan biri bo'lgan o'sha kvadrat shaklini chizib oldik. Endi bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi buyrug'imiz aylana buyrug'i, ya'ni center radius kurb buyrug'i bilan tanishtiraman men sizlarni. Bunda aylana buyrug'iga bosiladi. AvtoCAD ishchi oynamizning o'sha istalgan bir nuqtasiga bossangiz, mana aylana shakli ko'rinadi. Endi bunda ham xuddi shunday aylanani siz bilasizki, ikki xil o'lchami bor, ya'ni diametr va radius. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, AvtoCAD bizga radiusda chizishini ko'rsatib beryapti. Sababi aylanani markazdan aylana yoyigacha bo'lgan masofada chizayotganligini biz yuqorida ko'rib turyapmiz. Endi bunda aylanani misol uchun 50 graduslik aylana chizishimiz kerak bo'lsa, 50 raqamini bosamiz va enter tugmasini bir marta bosamiz. Mana 50 graduslik aylana chizildi bizda. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun buni haqiqatan to'g'ri chizdikmi, yo'qmi, qayerdan bilsak bo'ladi yoki qanday aniqlaymiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, buning uchun aylana chizig'imizning ustiga 2 marta bossak, o'sha aylana haqida bizga ma'lumotlar beruvchi oyna shakllanadi. Bu oynadan o'sha aylanamizni necha radiusda ekanligini, misol uchun mana radius 50 deyapti, diametri 100 deyapti. Demak, siz bilamiz, haqiqatan to'g'ri 50 graduslik aylana chizganmiz. Endi misol uchun shu joyda yana bir sizga qo'shimcha ma'lumot berib ketaman. Mana bu yerda svet, ya'ni rang. Rangini o'zgartirish imkoniga ham egamiz mana aylanani. Misol uchun mana qizil rangni tanlasak, aylanamiz qizil rangga kirdi va buni mana bu yerda X tugmasini bosish orqali ham o'chirib tashlaymiz. Va agar klaviaturamizda eska tugmasini bosadigan bo'lsak ham ushbu oyna yopiladi. Xo'p, endi bu to'g'ri chiziq, ya'ni mana kvadrat chizib olganmiz. Kvadratimizning chiziqlari haqida ma'lumot olish imkoniga egamiz. Bu chiziqni ustiga ham 2 marta bossak, chiziq haqida ma'lumot kelib chiqadi va bunda ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan 100 millimetrlik chiziq chizganmiz. O'sha to'g'ri ekanligini o'zimiz uchun ko'rib olishimiz mumkin. Buni ham rangini o'zgartirish imkonimiz bor. Mana bu yerda misol uchun boshqa rangni tanlaymiz va eska tugmasini bossak, ushbu oyna yopiladi. Endi faqat shu mavjud ranglar shular xolosmi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Yo'q, bunda strelkani bosib, tagidan eng tagiga tushish orqali выбор svetaga bosib, ya'ni mana bu yerda xohlagan rangingizni tanlash imkoniga egasiz. Tanlab OK tugmasini bossangiz, ushbu chiziq ko'k rangga qaytadi.
Endi mana hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kvadratimizdan bu to'g'richisi chiqib ketib qoldi. Buni endi biz orqaga qaytarishimiz ham mumkin. Buni klaviaturadagi tugmalar orqali bajarishimiz ham mumkin. Misol uchun klaviaturadagi Ctrl Z harfini bossak, birma-bir qadam orqaga qaytadi. Ya'ni har bir bajargan amalimiz bitta-bittadan orqaga qaytishni boshlaydi. Mana Ctrl Z ni bosdik. 2-3 marta biz xato qilgan qadamlarimiz orqaga qaytdi va o'sha dastlabki holatiga keldi. Bunda Ctrl Z ni bosolmayotganlar mana bu yuqoridagi tugmalar orqali ham siz boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun buni bossangiz buyruqlar oldinga qarab ketadi va bu tugmani bosish orqali, ya'ni Admin buyrug'ini bosish orqali siz orqaga qarab ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, ishimizni yana davom ettiramiz. Misol uchun keyingi navbatdagi buyrug'imiz, ya'ni mnogouгольник buyrug'i. Mnogouгольник buyrug'ini ishlatish tartibi qanday bo'ladi? Ushbu buyruqni ustiga bossangiz, ushbu buyruq haqida ham ma'lumot berib o'tadi. Sizlarda yana savol tug'ilishi mumkin, nimaga AutoCAD grafik dasturi o'zbekcha emas yoki bo'lmasa nimaga misol uchun hamma dasturlar o'zbek tilida yaratilishni boshladi-ku, bunga o'zbek tilida yaratsa bo'lmaydimi? Buning uchun shu Autodesk kompaniyasiga O'zbekiston tomonidan o'sha to'lov qilinishi kerak va bu dastur o'zbek tiliga o'tadi. Hali unaqa imkoniyat bizda tug'ilgani yo'q. Sababi, asosiy sabablaridan biri bizni yoshlarimiz va bizlar o'sha rus tili, ingliz tilini yaxshi bilishimiz uchun atayin bu dasturni o'zbek tiliga o'girish unchalik hozirgi kunda zarur ish emasligini aytishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Mnogouгольник buyrug'iga bir marta bosamiz va AutoCAD ishchi oynasiga chiqishdan oldin misol uchun bizga necha qirrali shakl kerak? Misol uchun 5 qirralimi, 6 qirralimi, 8 qirralimi uni farqi yo'q. Biz faqat qiymatini to'g'ri kiritsak bo'ldi. Misol uchun 5 qirrali shakl chizishimiz kerak bo'lsa, klaviaturadan 5 raqamini bosamiz. Mana bu yerda ham xuddi mana 5 raqami ko'rindi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, 5 raqamini bosamiz va Enter tugmasini bir marta bosamiz. 5 burchagimizning markazi qayerda bo'lishi kerak bo'lsa, sichqonchamiz tugmasini o'sha yerga borib bir marta bosamiz va yana 5 raqamini bosib, klaviaturadagi Enter tugmasini 2 marta bossak, bizda mana 5 burchak shakli paydo bo'ldi. Uni endi istalgan joyda sichqonchamizning chap tugmasini bir marta bosish orqali to'xtatib qo'yamiz. Mana 5 qirrali geometrik shaklimiz chizildi. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin. 5 burchagida, shuning uchun 5 burchak chizish oson bo'lgandir. Boshqa burchaklarni ham bizga bir ko'rsatib bering yoki ko'rsatib berganda yaxshi bo'lardi demasligingiz uchun men yana sizga boshqa bir misol keltiraman. Mnogouгольник buyrug'iga bosamanda, misol uchun 9 qirrali shakl chizmoqchiman. 9 raqamini bosib, Enter tugmasini bir marta bosaman va chizishim kerak bo'lgan o'sha 9 qirrali burchakning markazi topilishi kerak bo'lgan joyga sichqonchani chap tugmasini yana bir marta bosamanda, 9 raqamini bosib, 2 marta Enter tugmasini bossam, mana 9 ta burchakli geometrik shakl paydo bo'ldi. Endi siz bilan bizda chizmalarda ko'proq bu qirralarni, o'sha ko'p mnogouгольник buyrug'idan foydalanib, ko'p qirrali shakllar chizish bu asosan ma'lum bir radiusdagi yoki ma'lum bir diametrdagi aylanalarning ichiga bajariladi. Buni ham ko'rsatib berib ketaman. Bu qanday bo'ladi? Misol uchun 100 radiuslik aylana berilgan bo'lsin. Mana 100 radiuslik aylana berilgan. Endi bu ushbu 100 radiuslik aylanani ichiga misol uchun 6 qirrali geometrik shakl chizish kerak bo'lsa, u qanday bo'ladi? Bunda shu mnogouгольник buyrug'i tanlanadi va 6 raqami bosiladi. Enter tugmasi bir marta bosiladi. Aylananing markazi tanlanadi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, aylanamizning chizig'ini ustiga teginib o'tib ketadigan bo'lsak, ya'ni men sizga tushunarli qilib sodda tilda tushuntiryapman. Teginib o'tib ketamiz deganda sichqonchani bosmaysiz. Prosta shu aylananing ustidan o'tib ketasizda, aylanamizning markaziga borib, sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosasiz. Bo'ldi. Undan so'ng esa yana klaviaturadagi 6 raqamini bosib, Enter tugmasini 2 marta bosasiz.
mana aylananing markazidan chiquvchi 6 qirrali shakl paydo bo'ldi. Endi buni aylananing birorta bir nuqtasiga olib borib tekkizib qo'yasiz. Sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali. Mana shunda asosi 100 radiuslik bo'lgan o'sha 6 qirrali geometrik shakl paydo bo'ldi. Bunda endi aylanani o'zini o'chirib tashlash kerak bo'lsa, aylanani ustiga bir marta bosiladi va delete tugmasini bosish orqali aylana o'chirib tashlanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu chizmamiz va bu chizmamiz taxminiy chizilgan edi. Bu chizma esa aniq o'lchamlar o'sha asosi 100 radius bo'lgan aylananing ichiga chizildi. Bularni ham o'sha aniqlash maqsadida ustiga 2 marta bossangiz, bu chizmalar haqida ham bizda ma'lumot kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam sichqonchani o'ng tugmasini bosish orqali svойства qilib ham buni ma'lumotlarini keltirib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Sichqonchani 2 marta bosgan taqdiringizda chiqmasa. Buni ham rangini o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Misol uchun mana ko'k rangni tanlasak, ushbu geometrik shaklimiz ko'k rangga kirdi. Endi navbatdagi buyruq o'sha прямоугольник buyrug'i. Buni bir marta bosish orqali istalgan bir nuqtaga bosib, mana bunday tarzda siz o'zingizga kerakli bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shakllarni chizib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu buyruqlardan foydalangan holda qolgan geometrik shakllarni ham chizish imkoniga egasiz. Faqat unga endi ozgina o'zingiz miyangizni ishlatgan holda qonun qoidasi bo'yicha amalga oshirasiz. Misol uchun to'g'ri chiziq chizib olamiz o'tda. 100 millimetr bo'lgan to'g'ri chiziq chizib oldik. Mana sichqonchamiz bilan ushbu to'g'ri chiziqning oldiga yaqinlashib olamiz va markazidan boya aytib o'tganimdek, mana bu yerdagi buyruqlarda bizga yordamchi buyruqlarda hammasi ko'rinib turibdi. Buni qaysi yoqilgan, qaysi o'chirilgan ekanligini bilishimiz uchun sichqonchani o'ng tugmasini bossak, shunda bizda ko'rinadi, qaysilar yoqilgan, qaysilar o'chirilgan. Bunisiga ham xuddi shunday o'ng tugmasini bossak, qaysi yoqilgan, qaysi o'chirilgan ko'rinib turadi. Bunda albatta hammasi yoqilgan bo'lishi kerak. Siz bilan bizga chizmani aniq chizishimizda AutoCAD bizga yaqindan yordam berish uchun. Bunda mana to'g'ri chizig'imizni o'rtasiga keladigan bo'lsak, mana bizga AutoCAD grafik dasturi bu to'g'ri chiziqni avtomatik tarzda markazini o'sha uchburchak geometrik shakl ko'rinishida ko'rsatadi. Va o'sha uchburchak geometrik shaklda ko'rsatgan nuqtasiga sichqonchani chap tugmasi bir marta bosilishi orqali tepaga qarab yana perpendikulyar tarzda to'g'ri chiziq chiziladi. Misol uchun bu to'g'ri chizig'imizni ham 100 millimetr chizib olamiz va eska tugmasini bosamiz. Mana 100 millimetr chizib oldim. Endi bu chiziqlarimizni o'zaro S8 ni bir marta bosib olish orqali buni tutashtirib qo'yamiz. Sichqonchani eska tugmasini bosamiz. To'g'ri chiziq buyrug'ini tanlaymiz. Tepadagi tugash nuqtasiga bosamiz va pastdagi chizig'imiz tugash nuqtasiga bosib, ularni o'zaro tutashtirib qo'yamiz. Mana endi siz bilan bizda geometrik uchburchak shakli paydo bo'ldi. O'rtasidagi chizig'ini esa sichqonchani bir marta bosish va klaviaturadagi delete tugmasini bosish orqali o'chirib tashlaymiz. Shunda bizda mana uchburchak shakli paydo bo'ldi. Xo'p, bugungi darsimizda mana sizlarga o'sha risovание buyruqlar panelidagi buyruqlarning asosiy shu to'g'ri chiziq, aylana, mnogo'g'onlik, прямоугольник buyruqlarini tanishtirishdan iborat bo'ldi. Bu buyruqlarni esa jarayonda texnik chizmalar chizish paytida men sizga tushuntirib o'tib ketaman. Chunki hozir tushuntirsam siz yodingizda yaxshi qolmaydi. Shuning uchun uni jarayonda o'sha biror bir detal chizmasini bajarishda, ya'ni keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Misol uchun mana spline o'sha egri chiziqlarni chizish qanday bo'ladi? Misol uchun egri chiziqlarni chizish, bu buyruqni tanlaysiz. AutoCAD ishxonasini istalgan joyiga bosib, bir qancha nuqtalarni belgilab ketish orqali mana egri chiziqlarni yaratishingiz mumkin bo'ladi o'zingiz xohlagan tartibda. Hurmatli talabalar, bugungi o'rganadigan buyruqlarimiz, sizga o'rgatishim kerak bo'lgan buyruqlar shulardan iborat edi.
Qolganlarini esa keyingi darsda endi bu buyruqlar orqali biror bir geometrik shakllar yoki biror bir boshqa bir chizma bajarishni ko'rsatib beraman. Undan oldin esa ushbu reaktorovat buyrug'i orqali sizga bir ikkita shu yerda joylashgan buyruqlarni qanday tartibda qanaqa funksiya bajarishini ko'rsatib o'tib ketaman. Misol uchun mana bu egri chizig'imizni o'ngga, chapga boshqa joyga siljishimiz kerak bo'lsa, bu yerda перенести buyrug'i bor. Перенести buyrug'ini ustiga bir marta bosib, egri chizig'imizni istalgan bir joyga bir marta bosib, bu egri chiziqni istalgan joyga ko'chirish imkonimiz mavjud bo'ladi. Misol uchun bu geometrik ko'p qirrali geometrik shaklimizni ham o'sha перенести buyrug'i orqali tanlab, biron joyga ko'chirib olib o'tish imkoniga egamiz. Endi biror bir geometrik shaklni misol uchun mnogo'ygonlik buyrug'i orqali chizgan 5 qirrali shaklimizni boshqa joyga ko'chirishimiz kerak bo'lsa, bunda o'sha geometrik shakl tanlanadi va перенести buyrug'i tanlanib, istalgan biror bir nuqtasidan ushlab olib borib boshqa biror bir joyga joylashtirish imkonimizga ega bo'lamiz. Endi bu geometrik shakldan, misol uchun 5 qirrali geometrik shakldan bizga juda ko'p kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun har birini alohida chizib o'tirmaymizda, biz bundan nusxa olamiz. Ya'ni ruschasiga kopirovat buyrug'i bor bu yerda mana. Kopirovat buyrug'i orqali biz bundan ko'plab nusxalar olish imkoniyatiga egamiz. Misol ustiga bir marta bosamiz o'sha kopiya qilmoqchi bo'lgan shaklimizni va kopirovat buyrug'ini bosib, istalgan bir nuqtasidan bosib, uning istalgancha nusxalarini biz yaratib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali. Va hokazo istalgan geometrik chizgan shakllarimizni tanlagan holatda ularning nusxalarini yaratib tashlash imkoniyatiga egamiz. Hattoki birdaniga ikkitasini yoki uchtasini va hokazosini tanlagan holatda ham. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tinglovchilar, talabalar, bugungi darsimizda o'rgatadigan buyruqlarimiz shulardan iborat edi. Agar mabodo qayerda bir tushunmay qolgan bo'lsangiz, videoni qayta-qayta ko'rib, o'zlashtirib olish imkoniyatiga egasizlar. Shunday ekan, bizni bundan keyingi darslarimizni ham kuzatib borishlaringizni istab qolamiz va biz bilan birgalikda siz AutoCAD grafik dasturini yaxshi va puxta o'rganasiz degan umiddamiz va biz buni qo'limizdan kelguncha bunga biz harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.